olma mavzusida ko'chatchilar bor endi Farg'ona vodiysida juda ko'p, Samarqandda bor. Aynan ona bog'i mavjud bo'lgan ko'chatchilar bormi? Ona bog'i mavjud bo'lgan ko'chatchilar avvalambor juda kam, bo'lganida ham tartib yo'q. Yangi payvandlar, yangi imkoniyatlar. Hozirgi kunda navlar ham ko'payib ketdi-da. Yangi navlar kirib kelmoqda. Shu o'zimizni navlarni esimizdan chiqarib yubormayapmizmi? Agar sizda shunaqa hudud bo'lsa, ya'ni olma ham gilos ham mumkin. Bo'lsa, albatta gilos eking. Olma ekmang. Aynan tog'li hududlarga gilos ekkandan ko'ra qizil bo'ladigan olma ekkan ma'qulroq variant emasmi? Endi mana o'zinglar ham bilasizlar, Sirdaryoda o'zi respublika bo'yicha xafa bo'lishmasa kerak, bog'dorchilik juda qattiq rivojlanmagan. Bog'dorchilik yo'nalishida o'sha suv tejash texnologiyalaridan foydalanish qanchalik samaradorli yoki an'anaviy yo'lda ariqlatib sug'orish yaxshiroqmi? Assalomu alaykum, iqlim o'zgarishiga befarq bo'lmagan yaxshilar, Suv tekin podkastining ilk soni. Assalomu alaykum. Bugungi eng dolzarb mavzulardan bo'lgan bog'dorchilikdagi uchraydigan muammolar bo'yicha ayni vaqtda Agrosanoat rivojlantirish agentligi direktori maslahatchisi hamda 7 yildan buyon Markaziy Osiyo bog'larida o'zini tavsiya va xulosalarini berib keluvchi mutaxassis Mansur aka Yo'ldoshev bilan ushbu mavzuni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklif qilganingizga avvalambor rahmat. Xudo xolasa juda ham qiziq ko'rsatuv bo'ladi. Qiziqligidan ham oldin foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki juda ham dolzarb mavzularni olib kelganmiz. Bu ma'lumotlarni olgan odamlar xudo xolasa adashmay yo'qotishlarsiz bog' qila oladi deb o'ylaymiz. Taklifimizga yo'q demasdan kelgani uchun sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizdan ozgina bizga ham sarflaganingiz uchun. Birinchi savolimiz ozgina kirishib olish uchun, hozirgi kunda nimalar bilan bandsiz, nimalarni tugatdingiz, nimalarni boshlamoqchisiz? Bu yildan ko'nglingiz qanday to'ldi? Endi xabaringlar bor, bu yil juda ham bir ish qizg'in bo'ldi, ayniqsa butun respublika bo'ylab mana o'sha Agrobankni tashabbusi bilan Baxmal Agrostar tashkilotchiligi bilan shu respublika bo'ylab biz seminarlar o'tkazdik. 5 ta viloyatda, 6 ta tumanda. Asli tumanlar soni oxirida yana ham ko'paydi, chunki Xorazmda adashmasam kamida 5 ta yo 6 ta tumanida seminar o'tdik. Bundan tashqari o'sha Farg'onani Quvasi, Qashqadaryo, Shahrisabz tumani, Samarqand, viloyat Samarqand tumanida o'tdik, Jizzax, Baxmal tumani. Xullas, bu yil ish juda ham qizg'in bo'ldi. Bundan tashqari mana xabaringlar bor, Agrosanoatni rivojlantirish agentligida ham turli loyihalarimiz bor. Bu loyihalarni natijalarini mana shu kelayotgan 2026-yilda ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Endi o'zimiz agar shaxsiy tomonda yana nima ish qildik desanglar, bilasizlar, bizning mevali bog' degan loyihamiz bor. Bu o'sha birinchi boshlangan loyihalarimizdan yaqinda bir 2 yilcha bo'lib qoladi. Shu loyiha doirasida turli video darslar chiqardik. Bundan tashqari YouTube kanalimizda umuman o'zi hamma tarmoqlarimizda 1500 ga yaqin bepul o'sha bog' qilaman degan odamlarga foydali ma'lumotlarni berib kelyapmiz shu kungacha. Bunaqa ishlarni qilgandan keyin endi odamning ko'ngli to'lsa kerak deb o'ylayman. Bu sohaga o'zi qanaqa qiziqish bo'lganmi? Qanday kirib qolgansiz aynan bog'dorchilik sohasiga? Endi bitta narsa bor va asli hamma narsani orqasidagi mantig'ini qidirsangiz, oxiri mafhumligiga borib taqalib qolishi mumkin-da. Misol uchun, men hozir aytolmayman, falon narsa sabab bo'lib men kirib qolganman deb, qisqa qilib agar aytadigan bo'lsak, Xudo xohlagani uchun ma'lum bir o'sha hayotimiz nuqtasida bir tasodiflar ketma-ketligi to'g'ri kelib qolib kirib qolganmiz. O'sha universitetda o'qib yurgan yillarimizda bursali mutaxassis, meni birinchi ustozim Rashid aka O'ran 30 yillik o'sha daneli mevalarni yetishtirish bo'yicha tajribaga ega va seleksiya tashkilotlarida uzoq yillar ishlagan Ispaniyada. Shu odam bilan tanishib qolganmiz. Respublika bo'ylab seminarlar o'tkazib yurganmiz. Men endi yordamchi bo'lganman. Ularga aslida to'g'risini aytsam va til bilganim ham o'sha yordam bo'lgan menga. Rashid aka bilan 9 ta viloyatda yurib, butun O'zbekistonni kezib seminarlar o'tganmiz. Undan keyin boshqa ustozlarimiz qo'shildi. Ular bilan ham ma'lum bir vaqt davomida ishladik, 3-4 yil davomida. Buni orasida turli o'sha chet ellik mutaxassislar O'zbekistonga kelishdi yoki biz bordik ularni oldiga. Misol uchun mana
Gollandiyada Niko Vernoy degan ustozimiz borlar, olmandok bo'yicha mutaxassislar, boshqa meva turlari bilan ishlamaydilar. Yoki Janubiy Tirol avtonom respublikasi bor Italiyada. Shu yerda bizani saksonga kirgan Kurt Vert ismli ustozimiz borlar. Ularni biz o'zlarini borib, demak Italiyada ham uchratdik. Bundan tashqari Samarqandga taklif qildik, ko'proq bilimlarini oldik. Agar shu narsa qiziq bo'lsa, keyinchalik bitta ko'rsatuv qilib, shu ustozimizni darslarini ham kuzatuvchilarimizga taqdim qilsak bo'ladi. Shunaqa, ya'ni bizani soha shunaqa narsaki, ko'proq ma'lumot to'plab, bu ma'lumotni imkon boricha tezroq tahlil qilib odamlarga tarqatish. Ya'ni maslahatchilik, konsultantlik sohasi aslida shunaqa. Keyin yana bitta narsani aytib ketishim kerak, bu chunki baribir xolismi mentalitet shunaqa ekan, Markaziy Osiyoda biz o'zi asosan 80% qilgan ishlarimizni gapiramiz, lekin 20% bizani hamkorlar qilgan ishlarni ham gapirishimiz mumkin yoki bizani hamkasblar. Biz chunki men aytganimdek, konsultantlik sohasi shunaqaki, biz ma'lumot almashamiz, tahlil qilamiz va keyingi xatolarni shuni orqasidan kamaytirishga harakat qilamiz. Endi shu joyda bitta iltimos bo'ladi. Bizani kuzatuvchilar berilayotgan tavsiyalarda yoki shu video darslarda kerakli narsani, foydali narsani olsinda, noto'g'ri savollarni berishni to'xtatish kerak bo'ladi. Ya'ni siz ma'lumot olasiz, shunisi muhim. Rak kasalini davolaydigan odam, o'zi doktor, o'zi rak bo'lgan bo'lish shart emas-da. Shu narsani aytib qo'yishimiz kerak. Mana adashmasam, respublikadagi hamma bog'lar bilan tanishsiz. Ya'ni barcha hududda bo'lgansiz. Shu respublikadagi meva turlari bo'yicha ixtisoslashuv bizda qanaqa? Meva turlari bo'yicha ixtisoslashuv mana shu oxirgi 2010-yillardan intensiv bog'dorchilik ikkinchi to'lqini deb olsak, chunki aslida mana mustaqillikgacha bo'lgan davr birinchi davr deylik. Mustaqillikdan 2010-yillargacha bo'lgan davr ikkinchi davr va o'sha 2011-yildan to mana shu demak 2025-yil oxiridamiz, shu vaqtgacha bo'lgan davr yana bitta davr hisoblansa, oxirgi 10-15 yillikda biza juda ham zo'r xulosalarni oldik. O'zbekistonda mahalliy mutaxassislar yetishib chiqdi. Aytaylik, men o'zimni hamkasblarim orasida ham, misol uchun faqat gilos shoftoli bilan O'zbekistonda aynan chet ellik mutaxassislarni aytmayman, chunki chet elda ixtisoslashuv oddiy narsa-da. Chunki ularda misol uchun O'zbekistonda mana bir 15 ga yaqin meva turi va yong'oqlilar yetishtirilsa, agar o'zimizda mahalliy tarzda hammasi bilan baravar ishlash o'zi to'g'ri emas. Aytaylik, mutaxassis nari borsa 3 ta meva turigacha ixtisoslashish kerak bo'ladi. Endi O'zbekistonda vaziyat shunaqa bo'lganki, boshida paydo bo'lgan mutaxassislar shularni hammasiga tavsiya berishga majbur. Boshqa bu yerda tanlov yo'q. Keyinchalik mana hozir yaxshi yengillik shuki, mahalliy mutaxassislar ichida ixtisoslashuv boshlangan. Aytganimdek, faqat gilos shoftoli yoki faqat olma nok yoki faqat bodom bilan ishlaydigan o'zimni tanishlarim, hamkasblarim bor. Endi nimaga bu narsa muhim desangiz, bitta sohada odam chuqurlashgan sari o'sha narsani yaxshiroq bilib boradi va xatolar kamayadi. Ya'ni professionallik aslida mana shu bilan o'lchanadi, ixtisoslash bilan. Endi respublikada mevali bog'larni joylashtirish masalasiga kelsak, biz oxirgi aytganimdek 10-15 yilda juda katta xatolarga yo'l qo'ydik, ayniqsa sovuq masalasida. Mana o'zingizlar ham bilasizlar, oxirgi demak 3 yilcha oldin o'sha anomal sovuqlar kuzatildi bizda O'zbekistonda. Bu narsa oxirgi 50-60 yilda bo'lgan sovuq emas ekan aslida. Bizga dars bo'ldiki, endi respublikani tog'li bo'lmagan yoki Farg'ona vodiysiga kirmagan yoki Surxondaryo, Qashqadaryo hududiga o'xshamagan qismlariga endi sovuqqa, qishki sovuqqa chidamli bo'lgan meva turlarini ekishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Endi bu bizda xulosa sifatida shakllandi. Oldin bizda bu narsa bo'lmagan, tushuncha bo'lmagan. Ya'ni shunaqa bo'lganki, aytaylik, Farg'ona vodiysi, ayniqsa mana Quva ko'chatlarni yetishtirish bo'yicha an'anaviy ko'chatchilik, an'anaviy bog'dorchilik bo'yicha shu respublika va Markaziy Osiyoda ham nomi bo'lgan va mana shu hududda yetishtirib bo'lingan mevani O'zbekistonda istalgan hududida yetishtirish mumkin degan xulosalar bo'lgan yoki mumkinmi, mumkin emasmi, buni hech kim tahlil ham qilmaganda. Samaradorlik, u yerdan foydalanish, yana bitta narsani aytishim kerak. O'zbekiston va Markaziy Osiyo shunaqa joyda joylashganki, bizda quyosh bor, yer bor. Endi suv masalasi taqchilroq bo'lsa ham suv bor.
mana shu resurslardan foydalanish kerak. Hozir foydalanilmay yotgan yerlar juda ham ko'p. Ya'ni foydalanilmayotgan imkoniyat katta bizda. O'zbekistonda desam ham bo'ladi. Endi qanaqa foydalanamiz deydigan bo'lsangiz, mana siz ochgan yaxshi narsani boshlab berdingiz, ya'ni ixtisoslashuv masalasida to'g'ri meva turini to'g'ri joyga ekamiz, navini tanlaymiz, payvandligini tanlaymiz va kerakli bilim bilan boya etgan resurslarimizni biz ishga tushiramiz. Quyosh, yer, suvdan foydalanib, uni biz pulga aylantiramiz. Mana shu ishni hozircha qilyapmiz, lekin hali oldinda ishlar juda katta. Mana hozir agar yana ham chuqurlashadigan bo'lsak, agar siz xususan falon hududda falon meva turini ekib bering deydigan bo'lsangiz, meni tavsiyam Farg'ona vodiysiga va Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlariga biza erta pishadigan danakli mevalarni ekishimiz kerak. Bu bizani kuzatuvchilarga katta tavsiya, birinchi tavsiya. Xato qatta bo'lganki, oldinlari aytaylik, mana shu etilgan hududlarda o'rik, shaftoli, gilos erta pishgan, yaxshi sotilgan, puli zo'r bo'lgan, qo'pol qilib aytganda, buni ko'rgan aytaylik Toshkentni Ohangaron, Piskent, Bo'ka yoki yana yuradigan Sirdaryo, yana yurasangiz Xorazm, ya'ni qishi qattim keladigan hududlarda shu meva turlarini ekishga harakat qilishgan. Bu yerda asosiy ularni qiziqishi haligi mevani narxi erta pishyapti, zo'r sotilyapti, lekin siz o'zingizga savol bering, menda ham shu narsa bo'ladimi, yo'qmi? Tajriba shuni ko'rsatdiki, puli kamroq bo'lsa ham qishki sovuqga va ertaki bahorgi sovuqga chidamli bo'lgan narsa ekishingiz kerak. Siz misol uchun men qo'pol qilib aytganda, aytaylik o'rikdan, gilosdan, shaftolidan shunaqa navlar borki, siz bemalol 1 gektardan 50 ming dollargacha pul qila olasiz. 500-600 million so'mgacha meva sota olasiz. Maksimum hosildorlikda, erta pishganda. Chunki narxlar aynan aytaylik gilosda ayniqsa va o'rikning shunaqa navlari bor, 100 ming so'mgacha sotiladi. Tasavvur qilasizmi? 1 kilosi 100 ming. Aprel oxirida pishadi. Surxondaryoning o'sha Termiz atrofi yoki o'sha janubiy Jarqo'rg'on, umuman janubiy qismlari o'rik va gilosni erta chiqara oladi. Bu mahalliy navmi shunda? Surxondaryo mahalliymi? Yo'q, mahalliy nav emas, yangi navlar. Bu albatta bizani o'sha ilg'or tadbirkorlarimiz ekkan bu narsalarni. Bu hozir navlar haqida gaplashamiz, bu ham qiziq mavzuni boshlash arafasidasiz, lekin mana bu narsani tugatishimiz kerak. Qarang, erta pishib qimmat sotilishi mumkin bo'lgan meva turlari va navlarini respublikamizni qishi qattim keladigan yoki erta bahorda qaytalanuvchi sovuq deydi. Bu ham qiziq bo'lsa aytib beraman. Qaytalanuvchi sovuq bo'ladigan hududlarga olib borib ekish ishlari bo'lgan. Bu o'sha aytganimdek tahlil bo'lmaganning orqasidan, kuzatuvlar qilinmaganning orqasidan shunaqa xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Endi shu o'rinda tavsiya bizani kuzatuvchilarga, siz o'zingizning hududingizda o'sha iqlimni hisobga olgan holda nimani eka olishingizni oldin aniqlab olishingiz kerak. Boya aytganimizdek, erta aytaylik aprel oxirida pishadigan Surxondaryoda yoki Farg'ona vodiysini erta pishar hududlarida aprel oxiri, may boshida pishadigan meva turlarini sizda ekib bo'lmaslik ehtimoli katta. To'g'ri, bular zo'r sotar, lekin sizning sharoitingiz bunga yo'l qo'ymaydi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Qishki anomal sovuqlarga nisbatan chidamli bo'lgan, bahorda kech uyg'onadigan meva turlarini ekishingiz kerak. Bular qaysilar? Olma, nok, qishda -30-35 gacha chida oladi. Bahorda odatda 90% dan oshuv holatda bahorgi sovuqlar o'tib bo'lgandan keyin gullaydi bu meva turlari. Bundan tashqari nima yana meva turi? Tavsiya qilaman, qarola deyshadi. Endi qarola desam tushunarli. Endi olxo'ra bu quritiladigan olxo'r. Aynan. Ya'ni olxo'rlar ikkita oilaga bo'linadi. Buni men aytib ketishim kerak. Yapon olxo'rlari qishki sovuqlarga chidamsiz bo'ladi va bahorda erta gullaydi. Bundan tashqari o'zini o'zi changlatmaydi. Bu juda muhim narsa. Endi qarola bu Yevropa olxo'risi deyishingiz mumkin. Cho'zinchoq bo'ladi, quritiladigan. Bu olxo'ri qishki sovuqqa nisbatan chidamli va bahorda kech gullaydi. Bundan tashqari bu meva turi odatda o'zini o'zi changlatadi navlari. Ya'ni yoniga changlatuvchi nav ekib turib, asalari uchishini kutishingiz kerak emas yoki yomg'ir yog'ib qolishi yoki shamol bo'lishi sizga xalaqit bermaydi. Shuning uchun mana shu hozir men hududlarni sanab o'taman, qaysi hududlarga hozir etilgan meva turlarini ekishimiz mumkin. Bu kuzatuvchilarimizga juda ham foydali bo'ladigan ma'lumot.
qaysi hududlarda qaysi mevalar yetishtirilishi? Albatta, mana hozir endi hududlarni sanab o'tamiz. Etilgan meva turlariga Qoraqalpog'iston Respublikasi, chunki qishi juda ham qattiq bo'ladi, yozda juda ham issiq bo'ladi. Xorazm viloyati, Buxoro ham qisman bo'lishi mumkin, Navoiy bo'lishi mumkin. Endi Samarqandda nisbatan bizani tajribalarga ko'ra mo'tadilroq iqlim, to'g'ri xavf bo'ladi baribir, lekin shaftolidan meva olishyapti. Yomon emas. Endi o'ri ekkanlar juda ko'p emas, bo'lsa ham juda ko'p emas, gilosdan meva olishyapti. Lekin shu o'rinda aytishim kerak, o'sha anomal sovuqlar kuzatilganida Samarqand viloyatida juda katta bir shaftoli bog'ini sovuq urib ketib qoldi. Ya'ni bu bitta misol. Kimdir shaftoli ekaman desa, ertaga anomal sovuq bo'lib, sovuq urib ketishini hisobini olish kerak. Samarqand misolida. Endi Jizzaxda zominda tajribamizga ko'ra o'ri, shaftoli, gilos yomon bo'lmayapti. To'g'ri sovuqlar ta'sir qildi, qilmadi emas. Lekin hozirgi kunda o'sib turgan bog'lari bor va juda ham ko'plab navlar sinovdan o'tkazilyapti. Bu yoqda yomon emas ishlarimiz, lekin Jizzax boshqa tumanlarida baribir xavf yuqori bo'lib qolaveradi. Endi nimaga zomin xavfsizroq, nimaga Baxmal xavfsizroq desanglar, tog'li yoki tog' oldi, tog'ga yaqin bo'lgan hududlarda qish o'z o'rnida va bahor o'z o'rnida keladi va nisbatan mo'tadilroq bo'ladi. Yoki anomal sovuqlar kuzatilsa ham bu yoqda zararlanish odatda kam bo'ladi, chunki daraxtlar chuqur uyquda qoladi. Shuning uchun Jizzaxda qolgan tumanlarda baribir ehtiyot bo'lish kerak va yuqorida aytib o'tilgan meva turlarini ekishgani ma'qulroq. Endi Sirdaryo, Toshkent viloyatida ham bu ajratiladi, hozir buni ham tushuntiraman. Sirdaryoda boya aytilgan meva turlari ekilishi qattiq tavsiya qilinadi, chunki sovuq bu hududlarda qattiq bo'ladi. Odatda endi mana o'zingizlar ham bilasizlar, Sirdaryoda o'zi respublika bo'yicha xafa bo'lishmasa kerak, bog'dorchilik juda qattiq rivojlanmagan. Mana shu sovuqlar ham ta'sir qilgan deb o'ylayman. Anor ko'p ekishadi misol uchun Sirdaryoda. Mana shu men tavsiya qilayotgan meva turlarini ekishadigan bo'lsa, endi agar bog' qilish niyati bo'ladigan odamlarda bemalol ekishsa bo'ladi. Endi Toshkentni men hududlarga ajratgan bo'lardim. Birinchisi bu Bo'stonliq tumani, Tog'li va Parkent tumani, asosan Tog'li. Mana shu ikkita hudud olma va gilosni o'rtaki kechki navlarini yetishtirish uchun juda ham qulay hisoblanadi. Ya'ni olmani qizil rang olishga talabi bo'lgan navlari va boyagi aytib o'tgan mevamizni o'rtaki kechki navlarini ekishsa yaxshi bo'ladi, yaxshi pul ham bo'ladi. Endi Toshkentni qarang, tekislikda joylashgan tumanlari bor. Bular Ohangaron, Bo'ka, Piskent, Olmaliq shahri, Angrenni tog'li qismini hisobga olmaganda pastki qismlari, mana shu hududlarda boyaga aytilgan xatoni odamlar qilmasligi kerak. Bu nima? Erta pishadigan, erta gullaydigan va qimmat sotiladigan mevalarni sizni joyingizda ekish katta yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz kamroq bo'lsa ham, ya'ni daromadi pastroq bo'lsa ham yuqorida aytib o'tilgan meva turlariga yurishingiz kerak. Bu qaroli, olchani boya aytmadim, bu olvali ham deyiladi. Viloyatga qarab qora gilos ham deyish mumkin, achchiq gilos deyishadi. Xullas, olcha, qaroli, olma, nok. Lekin buni ham ichiga kirsangiz, mana misol uchun olcha qarolida boya sanab o'tilgan o'sha Qoraqalpog'istondan boshlab Toshkentgacha bo'lgan hududlarda ekishsa bo'ladi. To'g'ri daromadi nisbatan pastroq, lekin kafolatlangan tarzda hosil olishadi va qarovida bu yerda juda ham oson bo'ladi. Chunki qarolida ham, quritiladigan olxo'rida ham, olchada ham nari borsa qurtga dori sepishadi xolos. Va o'g'it berish kerak, suv berish kerak. Olmada, nokda ish qiyinroq. Bu ikkita meva turini imkon boricha salqinroq tog'li hududlarga eksa yaxshi bo'ladi. Mevalarni iqlimga qarab ekkan albatta juda ham to'g'ri qaror hisoblanadi. Lekin shu o'rinda bir savol borki, hozirda tuproq tahlili ham bizda rivojlanyapti anchagina. Tuproq tahlili qanchalik samara beradi? Qarang, tuproq tahlili albatta muhim, lekin siz avvalambor falon hududga, iqlimiga mana bu meva turi mos keladi deb aniqlashingiz kerak oldi. Tuproq keyingi masala bo'ladi. Nimaga desangiz, endi qarangda, sizni tuprog'ingizga shaftoli ekish mumkindir yoki o'rik ekish mumkindir-da. Tuprog'ingizga. Lekin iqlimingiz mos kelmaydi. Lekin iqlimga mos kelib yer sho'r bo'lib, mana qishda yuvadigan joylar ham bor, masalan, Xorazm. Endi mana bu yerda bizda bu masala bor aslida.
yangi payvandlar, yangi imkoniyatlar. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun Xorazm misolida aytamiz. Mana sho'r yuvishni aytib o'tdingiz. Xorazmda qishda deyarli hamma suvni bostirib qo'yadi va o'sha orqali sho'rni yuvishadi. Endi nima muammo bo'lgan? Mana o'zingiz ham biz bilan safarlarda bo'ldingiz. Gilos juda kam Xorazmda. Nimaga desangiz, qurib ketadi bizda deyishadi. Qurib ketishining sababi oldingi ko'chatchilar yoki hali ham o'sha eski zamonlarni bilimi bilan yuradigan ko'chatchilar mahaleb payvandlarga, mahaleb deydi yoki magalyovka desangiz ham bo'ladi, kamxastlik ham deydi ba'zilar. Shu o'simlikka gilos ulagan. Bu o'simlik suvga chidamsiz. Shu narsa endi qarangda, siz aytishingiz mumkin, nimaga shuni chidamsizligini bilib turib ekkan desangiz, avvalambor bilmagan birinchidan. Bilgan taqdirda ham o'sha vaqtlarda boshqa tanlov bo'lmagan. Hamma magalyovkada ko'chat qilgan, mahalebda ko'chat qilgan yoki vodiyga borsa, vodiyga endi nimaga magalyovka yaxshi bo'ladi desangiz, bilasiz, tuproqlari o'tda Xorazmnikidan sho'rlanish jihatdan umuman katta farqi bor. Ikkinchidan, vodiyning tuproqlari odatda toshli, qumli bo'ladi, suv turmaydi. Hozir ko'chatchilik haqida gapirdingizda, bizda ko'chatchilik avvalgiga qaraganda ozgina siljigan bo'lishi mumkin, lekin juda rivojlanib ketgan darajada deb ayta olmaymiz baribir. Bu fikringizda qisman jon bor, qisman qo'shilmayman. Buni keyinroq yoritsak bo'ladi. Hozir mana shu masalada agar ruxsat bersangiz, men nomlarini aytaman kuzatuvchilar, chunki aytish mumkin-da, umumiy gapiryapsizlar, aniq-aniq gapiringlar deyish mumkin. Mahalliy payvandligini o'rniga hozir mana Xorazm, Qoraqalpog'iston nimada gilos eksa bo'ladi. Gilos navini tanlash sharti bilan, iqlimingiz to'g'ri kelish sharti bilan, iqlimni risklarini hisobga olish sharti bilan Kab 6P payvandligi bor yoki VSL 2 payvandligi bor. Bu gilos uchun. Gilos uchun. Bu payvandlarda nima ustunligi bor desangiz, avvalambor bular olchadan tanlab olingan. Ya'ni bularni kelib chiqishi olchaga borib taqaladi, achchiq gilosga. Olcha mahalebga nisbatan suvga chidamliroq, ancha chidamli. Demak, yangi payvand, yangi imkoniyat deganimizda, oldin Xorazmda gilos yetishtira olmagan, aynan qurib qolish sababli endi suvga chidamliroq bo'lgan payvandlar topildi, kirib keldi O'zbekistonga va mana siz aytgan savol, ko'chatchilik masalasida in vitro laboratoriyalar O'zbekistonda bugungi kunda yaxshi ishlab turganlari 4 tagacha bo'lishi mumkin. Mana shu laboratoriyalarda shu payvandlar ko'paytiriladi. Gilosni eng samarali navlarini aytib o'ta olasizmi? Endi agar gilosni navlariga kelsak, universal nav yo'q. Hududga qarab tanlanadi navlar. Men boya aytib o'tdim, mana qarangda. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani va Parkent tumanlari kechkiroq hududlar hisoblanadi. Chunki bilasiz, tog'li hudud, baribir salqinroq bo'ladi. Bu yerga men sizga puli zo'r bo'layotgan Royal Tioga yoki Nimba navini eksin deb ayta olmayman-da. Misol uchun-da, misol uchun Royal Tiogani misolda oladigan bo'lsangiz, erta gullaydi, erta pishadi va qoida bor. Erta pishadigan navlar o'zi tabiatan mayda bo'ladi. Royal Tioga nari borsa zo'r yetishtirganlar O'zbekistonda 28 gacha yetishtiradi. 28 mm kalibrni aytyapman, yiriligini. Umumiy yetishtiruvchilar odatda shu 24-26 atrofida aylanib yurishadi. Ya'ni bu ham zo'r natija aslida. Endi qarang, buni davomi bor. Shu meva turini, ya'ni erta pishib, maydaroq bo'ladigan navi tog'li hududga ekish xato hisoblanadi. Chunki degan joyi bor. Royal Tioga navi aslida ertaki joylarda 5-10-mayda pishsa, o'rtaki zonalarda nari borsa 15-mayda pishib bo'lsa, tog'ga ekib qo'ysangiz bu 25-30-mayga borib pishadi. 25-30-mayda tabiatan geni jihatdan yirik bo'la oladigan navlar pastki zonalarga chiqqan bo'ladi. Siz mayda gilosingiz bilan bozorda yutqizib qo'yasiz. Tog'li hududlarni, kechki hududlarni ustunligi o'rtakidan boshlab kech pishadigan navlarni ekishda hisoblanadi. Nimaga desangiz, aytaylik, o'rtaki zonada 5-iyunda pishadigan gilos navi bor, Skina Kanadani navi yoki Lapins 25-mayda pishadi. Mana shu navlarni siz toqqa qo'yadigan bo'lsangiz, yana bir 10 kun, 2 hafta kech chiqadi. Nima ustunligi bo'ladi desangiz, ikkita ustunlik bo'ladi bu yerda. Birinchidan, kech pishganda gilos yana ham yirik bo'lib ketadi. O'zi tog'li hudud mo'tadil iqlim hisobiga meva doimiy barglar fotosintez jarayoni ketganlik hisobiga meva yirik bo'ladi. Plus kech pishyapti. Yana qo'shimcha nima ustunligi bor desangiz,
Gilos o'zi asosan butun Markaziy Osiyoda ikkita navda ekilgan. Bahor bilan Valoviy sertsi. Bahor odatda 5-10 mayda pishib tugaydi, odatda. Valoviy sertsi navi 20 maydan boshlaydi ertaki zonalarda. Nari borsa 10 mayda massiviy 10-iyunda massiviy tugab bo'ladi. Endi siz qarang. 20-iyunda gilos olib chiqasiz. Gilos ko'p joyda tugab bo'lgan. Tushunasizmi? Ya'ni kechki zonaga kechki gilos navini ekish kerak. Aynan tog'li hududlarga gilos ekkandan ko'ra qizil bo'ladigan olma ekkan ma'qulroq variant emasmi? Yomon savol emas, lekin savolni qiziq joyini hozir o'zingiz ham bilib olasiz, kuzatuvchilar ham bilib oladi. Olmani yetishtirish qiyin. Aslida tog'li joyga olma ekkan yomon emas, yomon fikr emas. Mana Baxmal misolida o'zingiz ham ko'p bordingiz biz bilan. Lekin o'sha Baxmalga gilos kechki navini ekib bo'lmaydimi? Ekib bo'ladi. Yomon bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Puli yomon bo'ladi, zo'r bo'ladi. Lekin nima farqi bor? Siz bu yerda ikkita farq, katta farqi bor. Birinchidan, gilos nari borsak tog'ga o'sha siz kechki zonaga eksangiz 20-iyunda pishib bo'ladi. Gilos olmani nima ustunligi bor desangiz, siz qarang. Olmani saqlash mumkin bo'lgan navlari biz siz bilan gaplashayotgan kechki zonalarda avgustda 10-15 deb pishadi. Shu yerda o'zida iyun bo'lsa, bu yerda 2 oyga yaqin vaqt, demak, ko'proq sug'orishingiz kerak birinchidan. Suv eng chillaga to'g'ri keladi ayniqsa bu. Gilosingiz siz men aytayotgan navlarni ekadigan bo'lsangiz, 20-iyungacha terib oldingiz, u yog'iga suvda har qanaqa kuzatiladigan stress holatlari yoki suv bermay qolsangiz ham yo'qotadigan narsangiz katta emas. Daraxt o'lib qolmasa bo'ldi. Bargini to'kib yormasa bo'ldi. Olmada meva bor vaqtda suvdan qisib qo'ysangiz, mayda bo'ldimi, quyosh urdimi, siz uni orqaga qaytara olmaysiz keyin. Bu birinchi ustunligi, ya'ni gilos ekishni. Ikkinchi ustunlik nimada desangiz, olmani muammolarini qarang. 1 yil berib, 1 yil bermasligi. Buni biz juda ko'p o'qitdik, solkashlik respublika bo'ylab. Bundan tashqari olma qurti. Olma qo'tiri deydi, parsha. Mevalarni kamaytirish kerak. Xullas, ko'ryapsiz, muammolari ko'p. Keyin yana bitta narsa bor. Gilosga talab yuqoriroq va narxi ham baland. To'g'ri, tonnasi past bo'ladi. Misol uchun gilosdan siz zo'r olsangiz, o'rtacha 15 tonna kechki navdan olishingiz mumkin. Olmani tonnasi 60 tonnagacha ham bo'ladi. Lekin bundagi qiyinchiliklarni solishtirib olmaysiz gilosga. Gilosda aytaylik 2-3 ta murakkab kasalligi bor xolos. Qolgan hamma narsa siz uchun passiv daromad manbaiga aylanadi gilos. Olmani ichida siz doimiy ishlab yurmasangiz, to'g'ri olma yetishtiruvchi bo'la olmaysiz. Ya'ni olmaga qaraganda gilos yetishtirish ancha osonroq. Ayniqsa Markaziy Osiyoda suv muammosi kuzatilayotgan va kuchayishi kutilayotgan vaziyatda gilos yetishtirish yana ham jozibali hisoblanadi. Bizning kuzatuvchilarga bu katta ma'lumot. Agar sizda shunaqa hudud bo'lsa, ya'ni olma ham gilos ham mumkin bo'lsa, albatta gilos eking. Olma ekmang. Endi olma ekmang deb men qaytarish niyatim yo'q. Buni ham qiziquvchilari bor, lekin tanlov qo'lingizda bo'lsa, gilos eking. Ko'proq mehnat qilishni xohlasa? Yo'q, gap qarang, agar biz mehnatni bu yerda gilosda kam, olmada ko'proq desak, dangasaligi undayotgan bo'lib qolmaylik. Shunchaki risklarni hisobga olish. Bu yerda men aytganimdek, xolismi yo'qmi, moliyaviy tomondan pul tikkandan keyin odamlar pulini chiqarib olish xohlaydi-da. Bu umuman respublika miqyosida olsangiz ham gilos eksport qilinadi, olma qilinmaydi. Ham valyuta kirib keladi gilos orqasidan. Ustunliklari gilosni O'zbekiston uchun juda ham katta. Bundan tashqari boya aytdim, erta terib olganingiz hisobiga suvga talabi pastroq bo'ladi. Dori kamroq sepasiz. Narxi zo'r dedim. Ya'ni olmani eng qimmat sotilgani Baxmalda. Ya'ni Baxmal, bu yoqda Sangarday bor Surxondaryoda, tog'li Kumushkon bor, tog'li hududlardagina olma 15 ming so'm atrofida sotiladi. 15 ming so'mgacha. Undan pastda bo'lgan hududlarda olmani eng zo'r narxi daladan, men hozir 15 ming, men dehqon shundoq berib yuborgan, saqlashini aytmayapman. Iste'molchi narxini aytmayapman. Dehqon narxi bu, dala narxi. Endi qarang, pastki hududlarda dala narxi eng zo'ri ham 9 ming so'm, 10 ming so'm bo'ladi. Bu kamdan kam. O'rtacha narx 6 ming so'm atrofida. Pastki hududlarda. Endi gilosning narxini qarang. Siz hech zamonda eshitdingizmi 10 ming so'mga gilos sotganini bu kunmi? Yo 15 ming so'mga. Bunaqa narx yo'q. Eng arzon bo'lganda ham 20 ming so'm sotishadi. Eng arzon bo'lganda va o'sha 20 ming so'm ham qo'lingizdan yulib olib ketadi. Faqat shartlari bor. U hamma gilosda ham unaqa bo'lmaydi. Gilosingiz yumshoq bo'lmasligi kerak, gilosingiz mayda bo'lmasligi kerak, gilosingiz qo'shaloq bo'lmasligi kerak,
imkon bo'lsa shakari baland bo'lishi kerak. Chunki shunaqa nordonroq bo'lgan gilos navlari bor. Xullas, gapirsa gap ko'p, tavsiyamiz gilos ekish mumkin bo'lgan joyga gilos ekish yaxshi bo'ladi, eksanglar. Hozir suv masalasi bo'yicha juda ham ko'p gapirdingizda. Aynan biz podkastimizdan suv tekin, ya'ni suv biz uchun tekin emas degan ma'noda qo'shtirnoqda suv tekin deb qo'yilganda. Hozirda juda ko'p joylarda kapelniga, ya'ni tomchilab sug'orishga o'tilyapti. Bog'dorchilik yo'nalishida o'sha suv tejash texnologiyalaridan foydalanish qanchalik samaradorli yoki an'anaviy yo'lda ariqlatib sug'orish yaxshiroqmi? Qanchalik samarali dedingiz, bu yerda men aytgan bo'ladim, tanlov yo'q. Tanlov yo'q. Ayniqsa mana shu hozirgi muammoli vaziyat fonida 100% tomchilab sug'orish o'rnatish shart. Qarang, bu birinchisi. Ya'ni tanlov nimaga yo'l sizda? Endi tanlov bor vaziyatini tushuntirib beraman. Ya'ni sizda ariqdan ham sug'orish imkoniyati bor, tomchilab sug'orish qilish imkoniyati ham bor. Ariqdan sug'organingizda yerga siz massiv, ya'ni bitta berganingizda katta miqdorda suv berasiz. Va bilasiz, endi tuproqni tushunadigan odamlar bilishi mumkin. Tuproqda faqat o'tda tuproq zarrachalari bo'lmaydi yoki organika bo'lmaydi yoki turli xil moddalar bo'lmaydi, o'tda havo ham bo'ladi, kislorod bo'ladi. Siz suvni bostirib berganingizda kislorod chiqib ketadi. Endi kislorod nimaga kerak desangiz, daraxtga ildizlari ishlashi uchun havo kerak. U o'zidan o'zi suvni ichiga bo'ktirib qo'yganingizda ishlamaydi. Bu degani suvni bostirib berganingizda daraxt o'sishdan to'xtaydi. Fotosintez to'xtaydi. Fotosintez to'xtasa nima bo'ladi desangiz, fotosintez jarayonidan keyin o'sha natijasida daraxt uglevod ishlab chiqaradi. Uglevod nima desangiz, o'sha mevani yiriklashishi, rang olishi, yenginovda hammasi o'sha fotosintezga bog'liq. Fotosintez ildizlarni ishlashiga bog'liq. Siz bostirib berganingizda ildizni qanchadir vaqtga ishdan chiqaryapsiz. Endi qarab turing. U bergan tuprog'ingiz, suvingiz ma'lum bir vaqtdan keyin quriydi, nami qaytishni boshlaydi, orada bir qulay vaqt paydo bo'ladi. Ya'ni namli ideal bo'lgan bir davr paydo bo'ladi, daraxt ishlaydi, keyin nima bo'ladi? Keyin yana qotib ketib yer yoriladi va yana ildizlar samarasiz ishlashni boshlaydi. Tomchilatib sug'organingizda havo chiqib ketib qolmaydi, yer qotib ketmaydi. Ildiz doimiy ishlaydi, doimiy ishlagandagi doimiy fotosintez, doimiy o'sha kerakli moddalarni ishlab chiqaradi va meva doimiy o'sadi. Meva doimiy o'sadi va rangi ham yaxshi bo'ladi. Xullas, hammasi bog'liq narsalar, ya'ni suvni bostirib berish o'zi aslida xato bo'lgan. Ya'ni bitta narsa bor-da. Sizda hozir aytaylik Toshkentdan Samarqandgacha 2 soatda yetib olish imkoniyati bor-da. Men tez yurar poyezdda. Lekin siz o'sha otga o'tirib Samarqandga yoki piyoda ketmoqchi bo'lasiz. Sizda oson yo'li turibdi bu yerda. Tomchilab sug'orish qilsangiz, ishingiz yana ham unumliroq, yaxshiroq bo'ladi. Lekin ariqdan sug'organingizda o'tda o'sha qiyoslashimiz Toshkentdan Samarqandgacha otga o'tirib ketgandek bo'lasiz. Chunki zamonaviy texnologiyalar u bekordan bekor chiqarilmaydi. Mana odam rivojlanishini ham olsangiz, mana shu vaqtgacha kelib qolganimizni tarixga qarasangiz, doimiy rivojlanish ketyapti. Doimiy. Mana bu kameralar, telefonlar, mashina, samolyot bu narsalar bo'lmagan-ku 500 yil oldin, to'g'rimi? Lekin hozir bor. Nimaga bor desangiz, qulay bo'lgani uchun bor. Tomchilab sug'orish ham qulay, shuning uchun paydo bo'lgan va ishlatiladi. Oxirgi vaqtlarda mana 10 yildan buyog'iga hisoblasak, intensiv bog'dorchilik rivojlanib bormoqda biz mamlakatda ham. Nima ustunliklari bor shu intensiv bog'dorchilikda? Yaxshi savol, dolzarb savol aslida. Intensiv bog', qarang, bitta narsa, men boya podkastimiz boshida aytib o'tdim. Quyosh, tuproq, suv dedik. Bu narsalar o'sha bog' qilasizmi, qilmaysizmi, bu o'tib ketaveradi. Foydalansangiz foydalandingiz, bo'lmasa vaqt o'tgani qoladi xolos. Endi 1 gektar maydonga yil bo'yi tushadigan quyosh nurining miqdori o'zgarmas. Ya'ni siz 1 gektarga 300 dona eski usulda yo 400 dona daraxt ekdingiz va yangi usulda 1 gektarga 2500 dona daraxt ekdingiz. Bu olmani misolida aytyapman. 400 ta daraxtga 2500 dan solishtiring. Endi farqiga e'tibor berasiz. Mana bu 400 ta daraxt ekilganida eski ekish sxemasi bo'yicha 7 ga 5, 6 ga 4 yoki 6 ga 5 qilib ekishadi. Ya'ni orasi keng bo'ladi. Orada bo'shliqlar bo'ladi. Quyosh nuri, tushayotgan quyosh nuri
daraxt shoxidan tashqari tuproqqa ham urilib yo'q bo'lib ketyapti. To'g'rimi? Ya'ni bo'shliq bor. Zich ekkaningizda 1 gektarga tushadigan yorug'lik miqdori qayerga tushadi? Daraxtning shoxlariga, kurtaklariga tushadi-da. Siz erta va ko'p hosil ola olasiz. Endi qarang, olma misolida 2500 ta ekyapsiz. Siz ikkinchi yilda agar to'g'ri hamma ishlarni to'g'ri qilsangiz 5 tonnadan 10 tonnagacha hosil olishingiz mumkin va bu hosildorlik daraxtni 6-7-yoshigacha o'sib boradi va maksimumga kelganda navdan kelib chiqib 35-40 tonnadan 50-60 tonnagacha hosil ola olasiz. Bu 6-7-yil haqida gap ketyapti. To'g'ri o'stirganingizda, hamma ishlarni to'g'ri qilganingizda, nari borsa endi bizning tajribada 8 yoshgacha siz maksimum hosildorlikka yetib olasiz. Endi keng ekkaningizda siz hali quyosh nurini tutmagunizcha bu hosillar haqida gaplasha olmaysiz. Rosa gap nima haqida ketyapti? Daraxtni kesib haligi siz bo'shliq qoldirib ketdingiz, uni to'ldirish kerak endi. To'ldirish uchun kesish kerak. Endi yana bu yerda o'sha daraxtchilarni o'zini qoidasi bor, mevachilarni qancha ko'p kessangiz, meva shuncha orqaga ketaveradi. O'sish kuchayadi, ayniqsa olma nokda va o'sish ko'p bo'lgandan keyin meva orqaga ketadi. Boyagi tonnalar, intensiv bog'dorchilikdagi tonnalar haqida siz nima o'ylashga bu yerda imkoniyatingiz yo'q. Siz bo'shliqni to'ldirasiz, yorug'likni tutasiz, keyin tonnalar haqida gaplashamiz. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Vaqt yo'qotyapsiz, umringizni yo'qotyapsiz. Oson yo'li turibdi. Faqat endi bitta narsa-da, bu intensiv bog'dorchilikni maqtab yotibdi, nima kamchilik yo'qmi deydigan odamlar bo'lsa, shuni aytib ketishim kerak. Intensiv bog'dorchilik birinchi navbatda biznes planga asoslanadi va boshida an'anaviy bog'ga qaraganda ko'proq pul tikishni talab qiladi. Boshqa variant bu yerda sizda tanlov yo'q. Endi nimaga bu narsani aytishimiz kerak? Intensiv olma bog' qilmoqchi bo'lsangiz, 1 gektariga 300 million so'm atrofida siz sarmoya kiritasiz. Bu sarmoya bu. Ya'ni yillik joriy xarajatingiz emas bu. Endi an'anaviy bog'da o'zingiz o'ylang, 400 ta daraxt, yana ani urug' payvandli ko'chat olsangiz yana ham arzon bo'ladi. Tomchilatib sug'orish qo'yish majburiy emas, stalbasim ustunlar qo'yish majburiy emas. Albatta bu jozibali ko'rinadi, lekin to'g'ri emas. Buni odamlar tushunishi kerak. 10 gektar an'anaviy bog' yaxshimi yoki 1 gektar yoki 50 sotik? 20 sotik intensiv bog' yaxshi. Unda kamchiligi yo'q-da, shunday intensiv. Faqatgina reja bilan tushunib, bilimini olib qilsa, kamchilik xudo xolasa yo'q. Shu o'rinda savol, yangi endigina bog' sohasiga kirib kelayotgan yangi bog'bonlar, dehqonlar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu ilmlarni olib o'rganishini qayerdan o'rganish kerak? Endi bitta narsa bor-da, hozir avvalambor internet rivojlanib ketdi. Oxirgi 2016-yildan keyin internet yana ham erkinlashuv paydo bo'ldi, internet tezroq ishlashni boshladi va borgan sari o'sha bu narsani, telefonni, kamerani ishlatishni ko'proq odamlar o'rganib oldi. Yosh kattalar oldin eslanglar, telefon ishlatishni bilmasdi ayniqsa. Va mana shu narsa endi albatta bu to'g'ri siyosatga borib taqaladi, lekin mana shu narsa bilimlarni oson tarqalishiga sabab bo'ldi. Birinchi omil bu. Lekin hamma bilimni ham to'g'ri deb bo'lmaydi-da. Yo'q, guruch kurmangiz bo'lmaydi. U umumiy fonda, umumiy olsangiz foyda bo'ldi baribir. Chunki o'sha to'g'ri bilim beradiganlar ham xolisimi yo'qmi, mana shu tarmoqlar orqali bilim beryapti-da. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu siyosat. Ya'ni bizani hukumatimiz, rahbarlar ham bog'dorchilik sohasi O'zbekistonni rivojlantira olishini tushunib yetishdi. Va shu narsani rag'batlantirishyapti. Mana subsidiyalar ko'rinishida, mana Agrosanoat rivojlantirish agentligi bilasizlar, subsidiya berish bilan shug'ullanadi va to'g'ri bog'dorchilikni rag'batlantiradi. Ya'ni to'g'ri bog'dorchilik deganimiz tomchilatib sug'orishni to'g'ri o'rnatish kerak bo'ladi. Bunga talab bor. To'g'ri payvandteglik in vitro laboratoriyada ko'paytirilgan ko'chatga yarim pulini qoplab beradi. Tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilganda 16 million so'mgacha qoplab beradi. Bundan tashqari uzum yoki mana intensiv olma bog'ida ustunlar o'rnatadigan bo'lsangiz, beton ustun simlar, bunga ham subsidiya bor. Ya'ni hukumat shu narsani muhimligini tushunib, majburiyatsiz, hattoki men subsidiyani shunaqa deyish mumkin-da, bu majburiyatsiz pul hisoblanadi. Ya'ni majburiyat qanaqa? Siz to'g'ri boqsangiz, qonun qoidasi bo'yicha sizga berilayotgan pulni hech kim qaytib so'ramaydi.
bu uncha-muncha davlatda berilmaydi bu narsa. Masalan, Shuncha imkoniyat, kimdir- faqatgina bog' qilish kerak. kimdir bog' qilmoqchi, o'zi qiziqadi bog'dorchilikka, lekin tushunchasi yo'q. Umuman mevali bog' haqida tushunchasi yo'q. Yeri bor, mana suvi bor, imkoniyati yetadi. Nima kichik tavsiya bera olasiz? Boshlanishiga o'zi yuritish uchun nimalarni bilishi kerak? O'zi mana birinchi narsa, aytaylik siz aytganingizdek, birinchi navbat xohish bor, keyin mablag' bor. Mana shu ikkitasi birlashgandan keyin keyingi jarayonlar ketadi, keyin haligi odam bilim olishi kerak bo'ladi. Agar yer olib qo'ymagan bo'lsa. Chunki men bu narsani ko'p aytaman. Imkon bo'lsa, agar katta loyihalarda yerni olmasdan oldin mevachilik sohasini o'rganib oling. Chunki men aytdim-ku, mana Toshkentda qishi qattiq yoki Qoraqalpog'istonda yoki umuman O'zbekistonning ma'lum bir hududlarida qishi qattiq anomal sovuqlar keladigan hududlar bor va bahorda qaytalanuvchi sovuqlar kuzatiladigan hududlar bor-da. Bu yerdan yer olmasdan, endi bu yerda ham kimdir qiladi va qilish kerak. Lekin agar tanlov bo'lsa, Surxondaryo yoki Farg'ona vodiysidan yer olganingiz yaxshi. Buni siz qachon bilasiz? Qachonki bilim olsangiz. Qayerda u O'zbekistonda zo'r meva yetishtirsa bo'ladi, oson, arzon va sotayotganda zo'r pulga sotsa bo'ladi degan savolga javob olish uchun oldin siz bilim olishsiz. Bilim olish mana shu tarmoqlar orqali, undan tashqari hozir har xil kurslar chiqyapti. Mutaxassislar bor, kurs sotadigan. Bizda ham misol uchun video darslar bor. Xullas, oldin bilim olasiz. Yoki degan yana bitta variant bor, tanlov bor. Mutaxassis yollaysiz o'zingizga. Ya'ni katta loyihalarda yo o'zi bilim olishi mumkin, xohlamasa mutaxassis yollashi mumkin. Lekin degan joyi bor, mutaxassis yollash uchun ham bilim kerak bo'ladi. Umuman agar nol bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda, mutaxassis ham mana siz o'zingiz aytdingiz, internetda berilayotgan ma'lumotlarning hammasi ham to'g'ri emas. Mutaxassislarning ichida ham to'g'ri bo'lmagan mutaxassislar bor, ko'chatchilarning ichida ham to'g'ri bo'lmagan ko'chatchilar bor. Lekin hech kim bitta narsada, men ko'chatchilikni aytib ketay, chunki men ko'p tanishlarim bor, hamkasblar bor, xafa bo'lishmasin. Xohlab aldamaydi hech qaysi ko'chatchi. Hech qaysi ko'chatchi mana shuni hozir yomon ko'chatni berib yuboraman, ertaga bankrot bo'lsin deb bermaydi, shunchaki bilimsiz bo'ladi. O'shani orqasidan sizga noto'g'ri narsa berib qo'yadi. Hattoki o'zi ham bilmaydi o'sha. Ha, xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Ya'ni bilim olsa, to'g'ri ko'chat qila oladi. Hammasi o'shanga borib taqaladi, ma'lumot olish. Har doim shu ko'chatchilarni o'shaning uchun aytishadi-da, aldab berishdi deb. Bunaqa holat juda ko'p. Aslida hech kim xohlab aldab bermaydi. Bunaqasini men o'zim shaxsan ko'rmaganman, eshitganman, lekin shaxsan ko'rmaganman. Men tanigan o'sha noto'g'ri ko'chat berib yuboradigan odamlar ham o'zi yomon odamlar emas-da aslida. Prosta bilimi kamroq. Hozirgi kunda navlar ham ko'payib ketdi-da. Yangi navlar kirib kelmoqda. Shu o'zimizning navlarni esimizdan chiqarib yubormayapmizmi? Yangi navlarning kirib kelishi biz uchun qanchalik darajada yaxshi o'zi aslida? Hozir qarang, bu ham qiziq savol. Agar ruxsat bersangiz, mana shu intensiv bog'dorchilikning yana bir ikkita ustunliklari bor. Shuni yopamiz, keyin o'tsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Endi intensiv bog'dorchilikni an'anaviy bog'dorchilik va an'anaviy bog'larga solishtiradigan bo'lsak, birinchi navbatda zich ekilganda daraxtlar erta quyosh nurini tutib olasiz. Erta tutganingizda siz erta yuqori tonnalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni vaqtdan yutasiz. Aslida keng ekkaningizda daraxt ko'proq kesiladi, oradagi bo'shliklarni to'ldirishingiz kerak. Kesganingiz sari meva orqaga qarab ketaveradi. Vaqt yo'qotasiz, umringizni qimmatli yillarni yo'qotasiz. Ikkinchi masala bu zamonaviy payvandlar, mana olmada M9 eng keng tarqalgani, o'sha gektariga O'zbekiston bo'ylab 4/1 sxemada 2500 ta ko'chat ekish mumkin, ekilgan bog'lar. Bundan buyog'iga mana 3,5 ga 80 ham ommalashish kutilyapti. Ya'ni bu yerda 3,5 mingtaga yaqin ko'chat ekish mumkin bo'ladi 1 gektarga. 1 gektarga. Va siz boy aytganimizdek erta yorug'lik tutib olasiz. Endi men payvandlik mavzusini ko'tardim. Daraxtlarni bo'yi past bo'lganida daraxtlarni kesish, ortiqcha mevalarni siyraklashtirish, kamaytirish va mevani yakunda terib olish oson va arzon bo'ladi. Va ishingiz sifati yaxshilanadi. Ya'ni siz tepaga chiqib turib, o'zingiz o'ylang, mana Baxmalda ham qanaqa baland daraxtlarni ko'rib keldingiz. Hozir aytilgan ishlarni sifatli bajarish shunchaki imkonsiz, chunki baland xavfli. Kimdir chiqib qilaman desa ham birinchi navbatda aytilganidek sifatsiz qiladi. Ikkinchidan yiqilib tushish ehtimoli bor va bu jiddiy jarohatlarga olib keladi. O'zingiz o'ylang, 8 metrli daraxtga chiqib kesyapsiz. Endi zamonaviy bog'dorchilik sizga 80% ishingizni yerdan turib qilish imkoniyatini beradi. Zich ekish. Xo'p, endi yana bitta masala bor. Aytaylik, aytishi mumkin-da ba'zilar. Mana Baxmalda bizga gektariga
20 yoshli daraxtdan 60 tonna hosil olamiz deyish mumkin-da. Borda shunaqalar. Faqat yosh katta, juda ham katta bo'ladi. 20 yoshida 60 tonna oladi. Endi qarang. Biz intensiv bog'da avvalambor 8 yoshida shu tonnani olamiz, 50-60 tonnani. Ikkinchidan bu 60 tonnani necha foizi birinchi navli olma deb ayta olasiz. Intensiv bog'larda kamida 80% bo'ladi, 80-90%. An'anaviy bog'larda 60 tonna olgani bilan yarmi agar birinchi navli meva bo'lsa katta gapda. Endi boyagi ishlarni bajarmagandan keyin qanaqa qilib meva sifatli bo'ladi? Kamaytirmasa ortiqcha mevani, olmani mevasini to'kmasangiz, birinchidan mayda bo'ladi, ikkinchidan quyosh ko'p uradi. Bu hamma ta'siriga tushgan mevalar o'zingiz o'ylang 60 tonnada men o'ylayman 30 tonnasi chiqmasa kerak birinchi nav. Chunki bog'i ichida yurib, o'sha fermer bo'ladimi yoki fermer xodimlarni ishlatsa, hammasi daraxtlar bilan ishlash kerak. Daraxt bo'yi past bo'lganda ishlay olasiz maza qilib. Bu yana bitta katta ustunligi. Endi keyingi masala bu odatiy bog'larda nima muammolar bor? Eski payvandlar birinchidan kech meva kiradi. Ya'ni olmani eski ko'chatchilar urug' ekib turib ulagan. Hozir mana zamonaviy to'g'ri payvandlar M9 yoki eng kamida 106 MM106 bo'lishi kerak. Endi qarangda, urug' payvandlarni ko'chat ekyapti. Buni o'zi hosildorlikni kechiktiradi. Ikkinchidan ko'p kesyapti va daraxtni o'sha meva berishini yana bir marta kechiktirib, ko'proq o'sib ketishiga olib kelyapti. Ya'ni hammasi kamchilik, hammasi bu yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Endi keyingi masala bu ishchi kuchi qimmat va samaradorligi past bo'ladi an'anaviy bog'larda. Boya aytganimizdek, baland daraxt ustiga chiqib hamma ham ishlamaydi, ishlaydiganlar ko'proq pul so'raydi. Fermer o'sha tan narxi oshib boraveradi, 1 kilo mevaga sarflaydi. Bo'yi past bo'lganida birinchidan ishchilarni jalb qilish oson bo'ladi. Chunki ko'p bizda O'zbekistonning tajriba shunaqa, ayollar ko'p ishlashadi. Ayollar yerdan turib ishlashi ularga yoqadi, ma'qul. Xavfsiz, tez, oson. Olma payvandagilar haqida gapirdingizda, masalan, gilos, deylik, shaftoli bo'lsa, in vitrodan olgani menimcha yaxshi. Sizning fikringiz menimcha shunaqa. Lekin men eshitganman shunaqa gapingizni videolarda, olmaga in vitro kerak emas degan gapingizda. Nima uchun? To'g'ri. Aslida mana bu ba'zilar noto'g'ri tushunib qolibdi-da. In vitro usulda olmani payvandligini ko'paytirish mumkin. Faqat bu qimmat bo'ladi. Endi olmani parxish usuli deyiladi, ingliz tilida stool deb. O'sha ona ko'chatlarini ekib turib, yotqizgandan keyin tikka shoxlar, novdalar o'sib chiqadi. U novdalarni keyin yog'och qipig'i yoki qum bilan yoki tuproq bilan ko'mganida ildizlaydi. Shuni olib turib keyin ekib ko'chat qiladi. Mana shu usulni o'zi dunyo tan olgan usul, xato emas. Aynan olmada, aynan M9 106 masalasida bu. Endi qarangda, o'zi to'g'ri ish bo'lsa, ya'ni bolasini olish, arzon bo'lsa, nima keragi bor in vitroga olib borib turib uni qimmatga chiqarish. Shunchaki bu narx masalasi xolos bu yerda, boshqa gap yo'q. Agar narxi kamida bir xil bo'lganda ham in vitro qilsin deb aytgan bo'lardim men. Balki shunaqa zamon ham kelar. Hozirgi vaziyat shu. Endi shaftolida yoki o'rikda yoki gilosda shunaqa payvandlar bor. Faqatgina laboratoriya sharoitida ko'paytirish mumkin. Boshqa iloji yo'q. Endi o'zingiz o'ylang, agar hozir aytib o'tgan meva turlarimiz payvandligini ham boyagiga o'xshagan parxish usulida ko'paytirish mumkin bo'lsa va bu to'g'ri bo'lsa, hech kim laboratoriyada qilmasdi aslida. Endi men to'g'ri bu yerda boshqa masalalar ham bor, ya'ni virusdan xoli, kasallikdan xoli degan tushunchalar bor. Bu bo'yicha laboratoriyaga tashqarida qilgan teng kela olmaydi. Lekin ko'chatchilik sohasini nazorat qilmagan holatingizda mana shu qoidalar ishlaydi. Endi bu keyinchalik menimcha ko'chatchilik ham sekin-sekin iziga tushadi. Hozircha vaziyat shu. Olma mavzusida ko'chatchilar bor endi Farg'ona vodiysida juda ko'p, Samarqandda bor. Aynan ona bog'i mavjud bo'lgan ko'chatchilar bormi, ko'pmi? Men to'g'risi qarangda, ona bog'i mavjud bo'lgan ko'chatchilar avvalambor juda kam, bo'lganida ham tartib yo'q. Hamma ishda tartib bo'lish kerak-da. Siz mana ona bog'ingizni ko'rsating deb borsangiz, boriga ham aytaylik, ona bog' qanaqa bo'ladi? Falon nav aralashmagan holda turish kerak, bir qator bo'ladi. Bir 5-6 xil nav ichidan mana bu daraxtim ma'lum yeydi, bunisi bu yeydi deb eslab aytib beradi-da. U ona bog' hisoblanmaydi u. Tartib yo'q chunki u yerda. U ona bog' xato ona bog'.
o'tdan shoh olsangiz, u sizga taxmin qilib aytib beryapti-da, bir 8 xil nav aralashib yotibdi, ichidan bu bami bo'lishi kerak deb olib shoh ulayapti. Bu taxminga asoslangan boqqa bo'lmaydi. Ayniqsa katta loyihalarda u mayli, u 100 200 ta daraxt bo'lsa. Oxirgi paytlarda ko'plab insonlarda shunaqa savol bo'lyapti. Yangi navlarni kirib kelishi bizni mahalliy navlarimizni yo'qotib bormoqda. Bu qanchalik to'g'ri? Siqib chiqaryapti degan ma'nodagi gaplar. Endi bitta narsada shu odamlarga savol, bog'dorchilik bo'yicha emas, mana telefon ishlatishadi yoki chet el mashinalarini minishadi. Nimaga mahalliy ishlab chiqaruvchilar telefonni ishlatmaysiz yoki nimaga o'zimizni mashinalarni minmaysiz? Endi bitta narsa, mana bu Chevrolet brendidagi mashina bu mahalliylashtirilgan bo'lgani bilan bizni brend emasda baribir. Buni adashtirib noto'g'ri tushunmanglar. Ya'ni xuddi shunaqa mevachilik sohasida ham chetdan nav kelishini ikkita narsa hal qiladi. Ikkita narsa. Birinchisi yetishtiruvchi, ya'ni ikkita odam hal qiladi desa to'g'ri bo'lar ekan. Birinchisi yetishtiruvchi, ikkinchisi iste'molchi. Nimaga yetishtiruvchi hal qiladi? Endi albatta yetishtiruvchini men iste'molchidan keyin qo'ysam yaxshi bo'lar ekan. Birinchi iste'molchi hal qiladi. Nimaga? Meva yirik bo'lsa, rangi boshqacha jozibador bo'lsa, shakari balandroq bo'lsa yoki o'zgacha bir ifori bo'lsa, aromati deydi, bir boshqacha his bersa, kimga yoqmaydi? Siz odatiy o'zingiz yeb yurgan nordon yo shakari past yoki pok olmadan ko'ra yo shakari past shaftoli gilosdan ko'ra yoki umuman mazasi bo'lmagan o'rikdan, misolda men o'riklarni mazasi yo'q demoqchi emasman, hozir boshqa muammolari bor. Lekin iste'molchiga avvalambor ma'qul kelishi kerak. Ikkinchisi iste'molchini talabidan kelib chiqib, yetishtiruvchi o'zini ham talabini qo'shadi. Endi qarang, nima talab bo'ladi bu yerda. Mana o'rikni misol qilamiz. Bizani Markaziy Osiyoda yetishtirib kelingan o'riklarimizni shakari baland, o'sha qoq qilinadigan, shirinda, juda ham zo'r mazasi. Lekin muammosi yetishtiruvchiga kam meva beradi. Zo'r gullaydi. O'zini o'zi changlatmaganning hisobiga, changlatuvchisini ko'pchilik ekmaganning hisobiga tonnasi kam. Yetishtiruvchiga ma'qul emas bu. Iste'molchiga ma'qul to'g'ri, yetishtiruvchigacha. Tushunyapsizmi? Ya'ni iste'molchi ma'qullagani bilan yetishtiruvchiga bu narsa qiyin bo'lsa, yetishtirish kamayib ketadi. Buzadi-da, ya'ni zo'r tonna beradigan o'tib ketadi. Bo'ldi. Bu talab shunaqa. Bu qonun qoidasi shunaqa. Endi qarang. Yetishtiruvchi yana nimaga qarab hal qiladi? Kasallikka chidamliligi, mevani saqlanishi, ko'ryapsizmi? Daraxtda pishish vaqtiga kelganda to'kilib ketmasligi, juda ko'p omillar bor bu yerda. Endi bitta narsada qarang, mana shunaqa olma navlari bor. Saltanat, buni bizda saltanat nomi bilan bilishadi. Asli Fuji, Yaponiyaning navi. Suli, shirin, saqlanishi yaxshi, lekin yetishtirish qiyin. Mana iste'molchiga hammasi yoqimli-da. Sizga agar shirin olma bersam, qarsilda olma bersam, zo'r deysiz. Siz tomondan bo'ldi. Bu ruxsat berildi bu olmaga. Lekin yetishtiruvchi bu narsani yetishtirgan qiynaladi. Birinchidan, bu olma 1 yil berib, 1 yil bermaydi. Ya'ni bu shu narsaga eng moyil narx hisoblanadi. Ikkinchidan, o'sib ketib qoladi. Uchinchidan, kasal ko'p tushadi. Bakteriyaviy kuyish degan kasal bor, Erwinia melavora. Ko'p o'sganda ko'p tushadi. Uchinchidan, qon biti degan yana bitta hasharot bor. Bu ham ko'p tushadi. Xullas, muammoni ko'pligini ko'ryapsizmi? Sizga ma'qul, menga ma'qul emas. Sizga, menga ham ma'qul bo'lganda o'sha narsa ko'proq ekiladi, ko'proq tarqaladi. Endi qarang, eski navlar masalasiga to'xtayman. Bu sizga bizani mahalliy navlar yo'qolib ketyapti degan odamlarga to'g'ridan-to'g'ri javob bo'ladi. Mahalliy navlar qarang. Ko'pchilik eshitgani Elbert, qarang. Shaftoli bu 1870-yilda Amerikaning Jorjiya shtatida topilgan. Bizani mahalliy nav deyotganingizda. O'zimizga emas aslida. Ha, u ham qarang, davomi bor. Chempion bu ham shaftoli 1880-yilda Illinoisda topilgan. Amerikada qarang. Krasnaya Moskva degan shaftoli bor. Nomini o'zi ham o'zi ruscha. Shu yerda o'zida ham tushunarli, Qrimda topilgan. Boyka navi bor olmada, Rossiya. Renet Simerenko. Simerenko mana mahalliy navimiz yoshligimizda yeydigan yo'q bo'lib ketdi deb gapiradi-ku odamlar. Bu bizning nav emas, o'rtoqlar. Simerenko navi bu Ukrainalik o'sha bobon olimlar topgan. Endi davomini qarang. Razmarin. Buni ham eshitgansizlar. Juda mazali olma bo'lardi, hozir yo'q bo'lib ketdi bozorlarda. Mahalliy emas bu ham, o'rtoqlar. Bu Janubiy Tirol vatani hisoblanadi. 19-asrda u Yevropa. Endi qarang, qandil mahalliy desa, shu bolada ham qandil pishibdi boyota deb keladi-yu. Umid qilaman bizda ham bo'lsin tegi, lekin bu katta ehtimol Erondan kelib chiqqan nav.
Golden AQShda topilgan. Tasodifiy nav sifatida. Crimson mana baxmalda eng ko'p ekilgan navlar. Baxmal olmasi o'zimizda olma deydiganlar eshitsa bo'ladi. Crimson Amerikada topilgan. Nomi ham o'zi inglizcha alvon degan tarjima qilsangiz. Valoviy sertsa bu xalqaro nav hisoblanadi. Uni vatani yo'q. Gilos. Leta degan olxo'ri bor, dumaloq kichkina bo'ladi. Bu ham umumiy nav. Ya'ni hamma joyda bor. Ispalinskaya degan yozda pishadigan cho'zinchoq, sal suvliroq olxo'ri bor. Bu ham Kaliforniyaga borib taqaladi. O'zimizni navlarimiz bormi? Qaysilar bor? Endi qarang, mana o'zimizni nav, mana bu o'zimizni nav deb etiladigan keng tarqalgan navlar, e'tibor beringlar. Ya'ni yangi navlar kirib kelguncha shu narsalar ko'p yetishtirilgan O'zbekistonda. Endi shunaqa navlar bor, haqiqatda o'zbekcha nomlangan. Mana xon nashvati, karvak Xorazmda yoki so'x go'zali degan olmamiz bor. Yoki mana o'sha Iyun go'zal bizga aloqasi yo'q. O'zbekiston iyun go'zali nima? Nomi tarjima qilingan xolos. June Beauty o'zi. Nokta. Endi qarang, u O'zbekiston mevachiligi degan kitob bor. 84-yil yozilgan adashmasam, 80-yilda. Buni ham ikkita rus olim va olimalar yozgan. Astrouxova bilan yana bitta familiya bor edi, uni eslolmadim. Shular yozgan. O'zbekiston mevachiligi haqida. Rahmat. Shu yerda haqiqiy o'zbekcha nomlar bor o'sha yerda. Lekin endi savol bor-da, bolada u navlarni topa olmaysiz. Mana bular topasiz, ya'ni kelib chiqishi boshqa bo'lgan, lekin mahalliy deb hisoblaydigan xalqimiz mahalliy deb hisoblaydigan navlarni bog'lari bo'lgan. Lekin asl o'zbekcha nomlangan navlar hammasi ham keng tarqalmagan. Nomi bo'lgan, o'zi bo'lgan, kolleksiyalarda bir institutlarda bo'lgandir, lekin u narsalar ko'p ekilmagan. Misol uchun Bolajon degan olmani yetishdi bir o'sha Mirzayevdagi hamkasblarimiz qattiq ko'rdinglar, Bolajon degan olmani sotayotgan. Siz ko'rganmisiz Bolajon degan olmani kim sotayotgan? Eshitmaganman. Shu nav bor ekan, lekin hech kim sotayotgani yo'q, nav ekayotgani yo'q. Ko'ryapsizmi? Endi yana nima fikr etishimiz mumkin navlar haqida deydigan bo'lsanglar, nimaga yangi navlar kirib kelyapti desangiz, boya aytganimdek, qarang, shaftolini yassi shaftoli, tuki yo'q. To'q qizil kimga yoqmaydi? Shakari baland, shirin. Yesangiz umuman boshqacha bir ta'm. Kimga yoqmaydi? Sizga yoqyapti. Siz olyapsiz, siz yeyapsiz. Talab katta. Yetishtiruvchi ekadi. Nimaga ekadi? Chunki puli zo'r. 20 mingdan kamida sotasiz. Men sizga aytgan tuksiz yassi shaftolilar, bu nektar, yassi nektarin deyiladi. Bularni 50-60 minggacha sotsa bo'ladi. Sizga ham ma'qul, yetishtiruvchi menga ham ma'qul. Marhamat ekamiz. Chetnikini ekamiz. Chunki mahalliy seleksiyada bunaqa narsa yo'q. Chetdan kirib kelgan, tonnasi zo'r, shirasi zo'r, mazali, hamma tomonlari bizga to'g'ri keladigan va faqatgina ko'rinish jihatdan yoki umuman boshqa jihatdan bizga to'g'ri kelmagan va bozorimizdan chiqib ketgan navlar bormi? Bor, shunaqasi bor. Nokta bor. Konferensiya navi. Aslida maza bo'yicha eng yaxshisi desak ham bo'ladi. Butun dunyoda ham u krem qaymoq sifatida eti. Ya'ni bizda bilasizlar, mahalliy navlar Osiyo noklari oilasiga kiradi, qarsildoq bo'ladi. Yesangiz qasir-qusur qiladi, suvli bo'ladi. Bu konferensiya navi Yevropa oilasiga kiradi. Bu nokni o'zi kesganingizda ham, tishlaganingizda ham yumshoq bo'ladi. Bu umuman boshqa olam. Bu noklar keng tarqalmagan. O'zi O'zbekistonda ham faqat markazlarda, shaharlarda bularning mevasi sotiladi yoki sotilsa ham qimmat sotiladi, hamma ham ola olmaydi. Asli shu Yevropa noklari ko'p tarqalsa, endi qo'pol eshitilar yoki bir shu joyda vatanparvar ko'rinmasman kimgadir, lekin Osiyo noklaridan Yevropa noklarini iste'mol qilish yoqimliroq. Aslida kimgadir qarsildoq nok yoqar, lekin yumshoq nok u boshqa narsa umuman. Yeganingizda shakari, ifori, ayniqsa konferensiyani aytdingiz, umuman siz tasavvur qilmagan ifori bor uni. Yevropaga borsanglar, o'sha mehmonxonalarda ham, bozorlarda ham, mehmonxonada bilsangiz nonushtaga meva-cheva qo'yib qo'yadi, konferensiya qo'yib qo'yadi, boshqa narsa qo'ymaydi. Bu yerda shu narsa odatiy holat. Ustida dog'i bor. Bizga yoqmadi. O'zbek xalqi dog'li narsani dasturxon. Biz o'zimizni iste'molchi sifatidagi xohishimiz emas,
dasturxonda ko'rinishiga qarab baholaganimiz uchun bu nav chiqib ketdi bo'ldi va birinchi muhim muammosi iqlimga tushmadi, ya'ni bargi to'kilib ketyotdi. Endi bitta narsada, agar iste'molchilar ma'qullaganida, olinganida tog'li joylarga ustiga to'r qilib ekardi baribir odamlar. Shu joyda mana ma'qul kelmagani uchun yo'q bo'lib ketdi. Qarang, yangi navlarni topishdan maqsad nima? Kirib kelishidan ham va dunyoda ham yangi navlarni topishga nima talab bor o'zi? Nima qiladi yangi nav? O'zi mana bo'pti, bizga shuncha yangi nav kirib kelibdi, yetadi-ku shu deydigan bo'lsa kimdir? Shunga javob bor. Iqlim o'zgarishiga navlarni doimiy moslab boriladi. Nima, qanaqa moslab boriladi? Qishki sovuqqa talabi past navlarni topish. Bu nima degani? Mana O'zbekistonda yetishtiriladigan olma, nok, shaftoli, gilos, olxo'ri, olcha qishda bargini to'kib, ma'lum bir muddat 0 darajadan 7 darajagacha bo'lgan oraliqdagi sovuqni olish kerak. Shunda bir tekis gullab yana meva bera oladi. Endi banan yetishtirish mumkin bo'lgan joyga siz borib turib olma eka olmaysiz. Mumkin emas. Uxlash kerak olma. Uxlamasa bu banan uxlash shart emasdir yoki sitrus mevalar. Lekin olma, nok, gilos, shaftoli bargini to'kib, sovuq yeb keyin uyg'onish kerak. Endi qarang, bular nima qilyapti? Shu qishi kam bo'ladigan yoki yengil qish bo'ladigan joyga ham men sanab o'tgan mevani moslamoqchi. O'zi biz aytgan meva turlarini yer sharini ma'lum bir qismlarida yetishtirish mumkin bo'lsa, endi bularni shu surmoqchi bo'ladi. O tropikka qarab, subtropikka qarab olib bormoqchi. O'zimizda ham banan, kivi nimalar Bu endi o'sha nuqtai nazardan gaplashadigan bo'lsangiz, mutaxassis bu yoqqa qarab yurishni aytib beradi. Men endi mevalarni ekvatorga qarab yurish haqida gapiryapman. Endi qarang. Qishki sovuqqa talabi yuqori va kech gullaydigan nav. Endi qarang, hozir talabi past dedim, tropikka yurishni aytdim. Endi talabi baland bo'ldi. Endi 0 darajadan 7 darajagacha bo'lgan sovuqni ko'proq yeyish kerak bo'lgan nav haqida gap ketyapti. Nimaga kerak desiz? Bahor kelgan vaqtda ana daraxtlar gullayapti-da, birdaniga qish kelib qolyapti. Shu gullashini kechiktirish qiziq seleksionerga. Va sizga ham qiziq yetishtiruvchi sifatida. Endi qarab turing. Agronomik xususiyatlar kasallik va zararkunandalarga chidamliligi ham qiziq. Misol uchun nokda bakterial kuyish, olmada parsha, qo'tir yoki unshudring, turli kasalliklari bor har bitta meva turining yoki zararkunandasi bor. Shu narsaga chidamli navlarni topish ham qiziq. Nimaga qiziq desangiz, arzon yetishtirasiz, zahar kam sepas, ximikat kam sepas, oxiri iste'molchi xursand bo'ladi. Dorisiz yetishtirilgan meva. Shu yerda bitta savol berib ketay. O'zimga va menga atrofimdagilarni qiziqtirayotgan savol. Hozirgi kunda aytishadiki, mevalarni maza qilib yevoradigan darajada emas. Juda ko'p ximikat, даже ba'zi doktorlar aytadiki, shifokorlar aytadiki, ularga sepadigan dorilar tarkibida rakka chaqiradigan qanaqadir ximikatlar, kuchli ximikatlar bor deydi. Bu qanchalik to'g'ri? Hamma dori vositalari ham bunaqa emas. Nimaga desangiz, mana dunyoda uzoq yillik tarixga ega bo'lgan kuchli kompaniyalar bor. Bayer, Syngenta, UPL, DuPont. Bular siz aytgandagi rakka olib boradigan dorilar chiqarsa yopilib ketadi. Chunki xalqaro qonun qoidaga amal qiladigan tashkilotlar bular. Bu birinchi masala. Qachon siz aytgandagi yomon natijaga olib boradi? Uni fermer xato ishlatsa. Chunki har bitta dori vositasida terimgachon bo'lgan, qo'llash mumkin bo'lgan oraliq degan tushuncha bor. Ba'zilari 3 oy oldin qo'llaysiz terimdan. Shu bilan boshqa qo'llash mumkin emas. Ba'zilari 2 hafta. Ba'zilarini ertaga tersiz, bugun ham sepsiz bo'ladigan dorilar bor-da, tushunasiz? Zararsiz. Ha, shuni bilish kerak. Gap shu yerda. Zahar yig'ilyaptimi, demak bu yetishtiruvchining o'zini aybi bilan bo'ladi. Noto'g'ri ishlatgan. Siz o'zi hozir bog'dorchilikda O'zbekistonda qanchalik darajada ko'proq qo'llashadi shu kimyoviy preparatlarni? Ko'p qarang, ko'p qo'llashadi, lekin mana xuddi navladagi dorilar vositalarning ichida ham yangi avlod dorilari bor. Bular yumshoq zaharlar deyiladi. Insonga va atrof muhitga zahari kam bo'lgan vositalar. Lekin bundan oldin o'sha eski navlarni yetishtirayotgan zamonda xuddi shunaqa eski dorilarni sepgan odamlar, ular kuchli zahar bo'lgan. Ularni siz o'zingizdan daraxtingizga bitta sepib ko'rsangiz, niqobsiz. Boshingiz aylanib, oshqozoningiz og'rib qoladi. O'sha narsani sepib yurganlar bor hali ham. Shuni to'xtatish kerak bo'ladi. Endi yana muhim joyi bor. Qarang, terim kalendarini uzaytirish. Bu juda zo'r narsa. Seleksioner nimaga yangi nav topish kerak degan savolga javoblar-ku bu.
terim kalendari degani mana gilosni aytdik. O'zbekistonda oldin bahor bilan valoviy sertisi bo'lgan. May boshida bitta gilos terganmiz. Orada katta bo'shliq bor. May oxirida gilos terganmiz. Bo'ldi, shu bilan tugayapti. Endi qarab turing. Aprelning oxiridan har hafta hattoki iyulgacha gilos tersiz bo'ladi. Tasavvur, oldin ikkita davrida o'tardi. O'sha davr shu bilan gilos yo'q edi. Endi siz apreldan boshlayapsiz, oxiridan may, iyun 2 oy gilos tera olasiz. Endi buni yana cho'zish imkoniyati bor. Qanaqa qilib? Issiqxonada gilos qilishingiz kerak. Yana ham 1 oy oldin olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Yana 1 oyga cho'zilyapti va juda ham tog'li bo'lgan, salqin bo'lgan, balandligi gilos boqsangiz, shunaqa joylar bor. Angrenda iyulning o'rtasida gilos pishadi. Yong'oqdek bo'lib ketadi. Ya'ni 3 oy, 4 oygacha ham cho'zilib ketyapti davr. Ya'ni seleksiyani maqsadi shu. Faqat bitta vaqtda pishmasin, turli vaqtda meva bo'lsin bizda degan maqsadi bor. Yana bitta maqsad bu iste'molchi uchun qulaylik. Siz maza qilib yemasangiz u mevani, u narsani topishni qizig'i ham yo'q, ekishi ham qizig'i yo'q. Sizni xursand qilish uchun seleksioner naf topadi. Shu. Dunyo tajribasi olganda, aynan gilos masalasi olganda eng uzoq, eng oxirgi pishadigan gilos qachon pishadi? O'zbekistondagisini aytadigan bo'lsak, staccato degan nav bor. Bu Kanadada topilgan staccato, nomi Italiyaga o'xshab ketsa ham, lekin maydaroq bo'ladi. Unchalik ham ommalashmadi, lekin pishish vaqti eng kech shu o'rtaki zonada hop iyunning oxiriga boradi. 20-25 iyunlarda pishadi. Buni siz tog'li joyga eksangiz, iyulning o'rtasi yo'q, oxiriga ham ketib qolishi mumkin. Chunki valoviy sertsa navi iyulning 15-20sida pishadigan joy bor. Tasavvur qilasizmi? O'rtaki zonada 25-mayda pishadigan nav qariyb 2 oyga yaqin qancha bo'ladi? 1,5 oy atrofida kech pishyapti. Staccato o'zi o'rtaki zonada valoviy sertsadan 20 kun kech pishadigan nav. Bu yana ham iyulning oxiriga qarab ketib qoladi. Dasturimiz sekin-sekin oxirlab boryapti-da. Hozir bir iltimosim bor sizga. Bog'bonlarga, an'anaviy bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan bog'bonlarga 3 ta asosiy va kerakli tavsiya berasiz. U tavsiyadan yog'iga na bu yog'iga o'tolmasin. Ya'ni an'anaviy bog'dorchilikdan ketmasa ilojisi yo'qligini. Tushunarli. Birinchisi bilim oling. Bu birinchi tavsiyam. Ikkinchi tavsiyam suv yo'q joyda bog' qilmang. Suv bo'lishi kerak. Va tomchilar sug'orish bo'lsa yaxshi. Uchinchisi qilayotgan ishingizni yaxshi ko'ring. Bog' sohasiga kirdingizmi, u sizga yoqishi kerak. Mansur aka, tashrif uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat, chaqirganingizga sog' bo'linglar. Hali keyingi mavzularni aynan shu kuzatuvchilardan kelib chiqqan holat. Izohlarda yozib qoldirishsa va like bosishsa, qiziqish bo'lsa, yaxshi mavzularni aytib beramiz. Aynan bog'bonlarning og'riqli nuqtalariga javoblarni Darslarimiz bor maxsus. Sog' bo'linglar. Bog'dorchilikka va iqlim o'zgarishiga bee'tibor bo'lmagan azizlar, siz bilan yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.